Mana bizning yana navbatdagi obyektimiz, bu obyektimiz hozir loyihalashga topshirishimiz kerak. Loyihadan oldin obyekt bilan, obyekt proyektlari bilan tanishib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa, podval qismimiz birinchi, ikkinchi etaj, mansat ham foydalanadigan bu yerda terrasa bo'ladi, xudo xolasa. Bu obyektimiz o'sha 600 kvadratdan o'sha obyekt. Bu obyektimiz ikkinchi etajga chiqishga zinani chiroyli qilib qo'ygan ekan. Podvalga tushish qismida o'zina xatolik bor ekan, buzib boshqalardan qilingan. Podval qismimizda hozir basseynlar bor. Bu obyektimiz ikinci etajdan qurilish holati, bu terrasa xolasa elektrik ustachidan ishlashyapti. Xudo xolasa bizning proyektimiz chiqquncha o'sha obyektni qumsoqdagi biz xudo xolasa obyektni boshlaymiz. Bu qismimiz bu yerda trenajyorniy zal bo'ladi, dam olish xonasi bo'ladi. Hozir biz ulardan bu yerda oilaviy o'zlari uchun ixchamda basseyn. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli qo'yma plastikli santexnika mahsulotlari var. Santexnika xizmatlarini ko'rsatishga bo'lsa, bemalol aloqa qilishga esa, xudo xolasa kafolatli xizmatlarni bajarib beramiz. Sog' bo'lasizlar.